2025-yil 13-iyul sanasida Xudo xolasa kivi noklarimizga ko'rib bir baho berlar. Meva yana mashalloh ko'z tiymasin. Tana bo'ylab hosilman. Meva 6 yoshli daraxtda meva 50 kilo, 60 kilo mevasi. Bir tupida bas bu. Har bir tupida. 3 metrga 6 metr qilib ekilgan bog'. Mevasi o'ta yuqori. O'ta. Pishishiga bir 3-4 kunlik qolgan. Deyarli pishgan, bozorlarda sotilyapti. Eng zo'r narxlarda. Eng shirin nok. Suvliligi bo'yicha ham ancha noklardan kuchli. Pishib yetildi xudo xolasa. O'zlariga ko'rinish kivini beradi, lekin tam nok. Nokda yomon ko'radigan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Hamma nokni sevib iste'mol qiladi. Shu qatori biz. Mevani qarang, mashalloh ko'z tiymas. Bozorga olib kirsangiz eng qimmat narxlarda sotaverasiz. Buni ko'rsatishimizdan maqsad ishonchli ko'chatlar bor, nomerlar profilda bo'ladi. O'zingizlar ham bir ko'rib, baho berib, mehnatlar bittadan like bosib qo'yasizlar. Mana. Ko'z tiymasin. Mashalloh. Har bir tupida meva. 70-80 kilodan mevasi bor. Har bir tupida. Yaxshi ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi bilmadim. Ko'z bilan ko'rsangiz, ko'zni quvontiradigan darajada chiroyli. Mevani qarang. Hammani uyda pishib turganga nima etsin? Mana mevamisan meva. Go'zallik. Kalibr zo'r, ta'm zo'r. Har tomonlama kuchli. Bizni kuzatishda davom etsalar, podpiska, like bosib tursalar, bundan ham go'zal, bundan ham chiroyli mevalarni har xil ko'chatlar videolarni qo'yib boramiz. Hammaga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ko'chatlardan bor, nomerlar profil. Mana. Mashalloh. Ko'z tiymasin. İçini al ko'rsatam yer. Bismillahirrohmanirrohim. O'tayam suvli. Suv otilib chiqadi yeganlaringda.